bir jihati kishini uyga to'ldiradi. Mazkur bozorda 2025-yilning 17-may sanasida ro'y bergan yong'inga hali ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, ayrim tadbirkorlarning yong'in xavfsizligi qoidalariga yetarlicha e'tibor qaratmayotgani kuzatilmoqda. Eski shahar buyum savdo kompleksi mas'ullari va savdo bilan shug'ullanuvchi ayrim shaxslar tomonidan yo'l qo'yilgan kamchiliklar favqulodda holatlarda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, savdo rastalarining zich joylashuvi, sun'iy to'siqlar hamda yo'laklarning toraytirilgani yong'in o'chirish texnikalarining harakatlanishiga jiddiy to'sqinlik qilmoqda. Bu esa yong'in sodir bo'lgan taqdirda uning tez tarqalish xavfini oshiradi. Avval yuz bergan yong'inlar natijasida ko'plab tadbirkorlarning mol-mulki zarar ko'rgani, iqtisodiy yo'qotishlar yuzaga kelgani hali hanuz ayrimlarning yodida. Biroq shunga qaramay, ayrim hollarda beparvolik va loqaydlik holatlari uchrab turibdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yong'inlarning aksariyati inson omili, e'tiborsizlik, texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik va noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzaga keladi. Shu bois har bir fuqaro, ayniqsa tadbirkorlar o'z faoliyatida xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilishi zarur. Yong'in kutilmagan ofat. U bir zumda nafaqat insonning o'ziga, balki atrofdagilarning ham mol-mulkiga katta zarar yetkazishi mumkin. Soha mas'ullari tomonidan elektr shitlari uning atrofi ko'zdan kechirildi va bu bo'yicha tadbirkorlik egalariga tavsiya va zararlar haqida ma'lumotlar berildi. Mutasaddilar tomonidan bu kabi targ'ibot tadbirlarining muntazam o'tkazilishi aholining hushyorligini oshirishga, favqulodda vaziyatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Eng muhimi esa har bir fuqaro o'z xavfsizligi uchun mas'ul ekanini chuqur anglab yetishidir.